Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizning moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladigan, ammo ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan juda muhim mavzu haqida gaplashmoqchiman. Siz haqingizda gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Bugungi mavzuyimiz. Siz bu qo'shimcha to'lovlarni arizasiz olmasangiz, bu nafaqat siz, balki oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz uchun ham hayotiy ahamiyatga ega ma'lumot. Agar siz haqingiz bo'lgan pulni yo'qotishni istamasangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimga hoziroq obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu menga ko'proq foydali ma'lumotlar ulashish uchun motivatsiya beradi. Muammoning mohiyati avvallari qanday edi, hozir nima o'zgardi? Avvallari ko'plab ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va imtiyozlar ba'zi hollarda nisbatan soddaroq tizim orqali amalga oshirilardi. Ba'zi to'lovlar avtomatik tarzda belgilanar, ba'zilarini olish uchun esa faqatgina mahalla qo'mitasiga murojaat qilish kifoya edi. Tizim shunchalik murakkab emasdi. Qog'ozbozlik kamroq edi. Chunki ma'lumotlar bazalar hozirgidek bir-biriga integratsiyalashmagan edi. Qariyalar, nogironlar, kam ta'minlangan oilalar uchun ba'zi yordam turlari ko'pincha mahalliy hokimiyat organlari yoki tegishli tashkilotlar tomonidan faol monitoring qilinib, shunga asosan to'lovlar tayinlanardi. Misol uchun, biror shaxs nogironlik guruhini olgan bo'lsa, unga nafaqa avtomatik ravishda tayinlangan. Bolalar nafaqasi esa mahalla fuqarolar yig'inlarida kam ta'minlangan deb topilgan oilalarga ro'yxat bo'yicha berilgan. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli, shaffof va manzilli qilish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Endilikda aksariyat qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va kompensatsiyalar uchun majburiy tartibda ariza topshirish talab etiladi. Nima uchun bunday o'zgarish bo'ldi? Buning bir necha sabablari bor. Birinchidan, manzillikni ta'minlash. Davlat yordami haqiqatan ham unga muhtoj bo'lganlarga yetib borishini ta'minlash. Oldinlari ba'zi hollarda yordam ehtiyoji yo'q shaxslarga ham yetib borishi, chinakam muhtojlar esa chetda qolishi mumkin edi. Arizaviy tizim orqali har bir shaxsning yoki oilaning moddiy ahvoli, ehtiyoji sinchkovlik bilan o'rganilib, shunga asosan to'lovlar belgilanadi. Ikkinchidan, shaffoflik va korrupsiyaning oldini olish. Arizaviy tizim har bir murojaatning ro'yxatga olinishini, ko'rib chiqilishini va natijasi bo'yicha qaror qabul qilinishini ta'minlaydi. Bu esa inson omilining ta'sirini kamaytirib, byurokratik to'siqlarni yo'qotadi va shaffoflikni oshiradi. Uchinchidan, ma'lumotlar almashinuvi va raqamlashtirish. Hozirgi kunda turli davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi yuqori darajada. Bu esa sizning arizangizni ko'rib chiqish jarayonini tezlashtiradi va qog'oz hujjatlar yig'ishga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Ammo tizim ma'lumotlarni avtomatik ravishda aniqlashga qodir bo'lsa-da, murojaatning o'zi sizning ehtiyojingizni bildirish usuli hisoblanadi. Ya'ni davlat sizga yordam berishga tayyor, lekin siz bu yordamga muhtoj ekaningizni va uni olishga intilayotganingizni bildirishingiz kerak. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q? Keling, endi qanday to'lovlar haqida gap ketayotganini aniqroq tushunib olaylik. Aynan qaysi qo'shimcha to'lovlar uchun ariza topshirish shart va kimlar bunga e'tibor qaratish kerak? Xavotirlanish kerak bo'lganlar, aynan siz, agar siz quyidagi guruhlardan biriga mansub bo'lsangiz: 1. Kam ta'minlangan oilalar va shaxslar. 2. Bolali oilalar, ayniqsa 3 va undan ortiq farzandi borlar yoki yosh bolalari borlar. 3. O'quvchisini yo'qotgan oilalar va nogironligi bo'lgan shaxslar. 4. Yak-yolg'iz qariyalar va o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslar. 5. Uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj fuqarolar. Masalan, subsidiya asosida uy-joy olish istagida bo'lganlar. 6. Energiya resurslari uchun kompensatsiyalar olishga haqli shaxslar. 7. Shoshilinch tibbiy yordam yoki moddiy yordamga muhtoj bo'lganlar. Xavotirlanishga hojat yo'q bo'lganlar. Agar sizning pensiyangiz yoki boshqa avtomatik tarzda to'lanadigan nafaqalaringiz, masalan, yoshga doir pensiya, xizmat stajiga ko'ra pensiya avvaldan tayinlangan bo'lsa va sizda ularni oshirishga asos bo'ladigan yangi holatlar yuzaga kelmagan bo'lsa, sizning to'lovlaringiz odatdagidek davom etadi. Shuningdek, to'lovlar uchun belgilangan me'yorlardan yuqori daromadga ega bo'lgan shaxslar yoki oilalar ham bu to'lovlardan foydalana olmaydilar. Shuning uchun ular xavotirlanishlari shart emas. Keling, bir nechta aniq misollarga to'xtalib o'taylik. Birinchi misol, kam ta'minlangan bolali oila uchun qo'shimcha nafaqalar.
Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi Azimovlar oilasi bor. O'ta ishsiz. Ona esa oyiga 2 million so'm maosh oladi. Ularning 3 ta farzandi bor. Bir maktabga boradi, ikkinchisi bog'chaga, uchinchisi esa 2 yoshda. Avvallari bu oila mahalla orqali bolalar nafaqasi olishi mumkin edi. Hozir esa ular ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali ariza topshirishlari shart. Agar ular murojaat qilmasa, davlat ularning muhtojligini bilmasligi mumkin. Oila a'zolarining umumiy daromadi bir kishiga to'g'ri keladigan daromadni aniqlash uchun hisoblanadi. O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash mezonlari bor. Misol uchun, har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlardan aytaylik hozirgi kunda 568 ming so'm atrofida oshmagan bo'lsa, oila kam ta'minlangan deb topiladi. Azimovlar oilasida 5 kishi bor. Onaning daromadi 2 million so'm, boshqa daromadlari yo'q deb faraz qilaylik. Demak, oilaning bir a'zosiga 5400 ming so'm to'g'ri keladi. Bu esa belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan past. Shunday ekan, ular bolalar nafaqasi va moddiy yordam olish huquqiga ega. Faraz qilaylik, ular 12 oy davomida har oyda bolalar nafaqasi va moddiy yordam oladi. Hozirgi kunda bolalar nafaqasi miqdori birinchi farzand uchun 25 ming so'm. Ikkinchi farzand uchun 5 ming so'm. Uchinchi va undan keyingilarga 2 ming so'm. Moddiy yordam esa oilaning ahvoliga qarab 360 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha belgilanadi. Azimovlar oilasi 3 farzandi borligi uchun kamida 325 ming, 175 minus 100 ming, 600 ming so'm bolalar nafaqasi va taxminan 5 ming so'm moddiy yordam olishi mumkin. Jami har oyda 20 ming so'm. Bir yilda esa 12 million 200 ming so'm. Agar ular ariza topshirmasa, bu katta miqdordagi puldan mahrum bo'lishadi. Ikkinchi misol, nogironligi bo'lgan shaxs uchun qo'shimcha to'lov. Farg'ona viloyatida yashovchi 7 yoshli Nurmat ota ikkinchi guruh nogironi. U avvallari nogironlik nafaqasini muntazam olib kelardi. Endi esa u o'ziga nogironligi bo'lgan shaxsni parvarishlash bo'yicha nafaqa ham tegishli ekanligini bilmaydi. Bu nafaqa o'zgalar parvarishiga muhtoj nogironligi bo'lgan shaxslarga, ularga qaraydigan oila a'zolariga to'lanadi. Agar Nurmat otaning xotini yoki farzandlaridan biri unga doimiy qarab turgan bo'lsa, ushbu shaxs parvarishlovchi sifatida ushbu qo'shimcha nafaqani olish huquqiga ega bo'ladi. Buning uchun ariza topshirish lozim. Ayni paytda O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxsga qarayotgan fuqarolarga har oyda bazaviy hisoblash miqdorining 6% miqdorida nafaqa to'lanadi. Bu esa hozirgi kunda 2400 ming so'mdan ko'proqdir. Yiliga bu qariyb 2 million 1,2 ming so'mni tashkil etadi. Agar Nurmat otaning oilasi ariza topshirmasa, bu pul ham ularga yetib bormaydi. Bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan jihat shuki, nafaqani bevosita nogironning o'zi emas, balki unga qarab turgan shaxs oladi. Uchinchi misol, uy-joy sotib olish uchun subsidiya. Qashqadaryolik yosh oila Farux va Dilnoza turmush qurganiga 5 yil bo'ldi. 2 farzandi bor, ijarada yashaydi. Ular o'z uyiga ega bo'lishni orzu qiladi. Lekin bank kreditlari foizi baland, boshlang'ich to'lovni to'plash qiyin. Davlatimiz uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj fuqarolarga ipoteka krediti bo'yicha boshlang'ich badal va foiz to'lovlarining bir qismini qoplash uchun subsidiya ajratadi. Farux va Dilnoza oilasining umumiy oylik daromadi, masalan, 6 million so'm atrofida. Ular bu subsidiya uchun ariza topshirishlari shart. Agar ular mezonlarga mos kelsa, masalan, ijara shartnomasi borligi, o'z uyining yo'qligi, belgilangan daromad chegarasidan oshmaganligi. Davlat ularga uyning boshlang'ich to'lovi, masalan, 15 badan miqdorida qoplab berishi yoki kredit foizlarining bir qismini to'lab berishi mumkin. Bu esa millionlab so'm iqtisod qilish imkoniyatini beradi. Aytaylik, ular 2 million so'mlik uy sotib olmoqchi. Boshlang'ich badal 37,1 million so'mni tashkil etadi. Agar davlat 25 farzandgacha bo'lgan qismini qoplab bersa, bu oilaning yelkasidan katta yuk tushadi. Bu ham arzasiz amalga oshmaydi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Istisnolar, aksariyat to'lovlar arizaga asosan berilsa-da, ba'zi holatlarda avtomatik yangilanishlar yoki maxsus dasturlar mavjud. Misol uchun, agar sizga biror nafaqa tayinlangan bo'lsa va uning amal qilish muddati tugasa, ba'zi hollarda tizim sizning ahvolingizni qayta ko'rib chiqib,
avtomatik ravishda uzaytirishi mumkin. Lekin bu hamma to'lovlarga tegishli emas va bu tizim hali to'liq mukammallashmagan. Shuning uchun har doim o'zingiz tekshirib, shaxsiy tashabbus ko'rsatishingiz zarur. Agar pensiyangiz avvaldan belgilangan bo'lsa, u har oyda muddatida to'lanadi. Uni olish uchun har oy ariza yozishingiz shart emas. Lekin u pensiyaga qo'shimcha turli xil imtiyozlar yoki to'lovlar bo'lsa, ular uchun alohida ariza talab qilinishi mumkin. Masalan, yolg'iz qariyalar uchun qo'shimcha moddiy yordam, tuzoqlar va noaniq jihatlar berdi. Muddatlarni o'tkazib yuborish. Eng keng tarqalgan xato bu belgilangan muddatlarga rioya qilmaslik. Ko'plab to'lovlar ma'lum bir muddatga, masalan 6 yoki 1 yil tayinlanadi. Muddat tugashidan oldin yoki tugaganidan so'ng darhol qayta ariza topshirishingiz lozim. Aks holda to'lovlar to'xtatiladi va o'tkazib yuborilgan davr uchun pul undirilmaydi. Eslab qoling. To'lovlar arizangiz topshirilgan oydan boshlab hisoblanadi. 2. Hujjatlardagi kamchiliklar. Ariza topshirishda ko'pincha kerakli hujjatlarni to'liq taqdim etmaslik yoki ularda xatolikka yo'l qo'yish holatlari uchraydi. Pasport, tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma, tibbiy xulosa kabi hujjatlarning barchasi to'g'ri va aniq bo'lishi shart. Agar ma'lumotlar nomuvofiq bo'lsa, arizangiz rad etiladi. 3. Murojaat qilish huquqini bilmaslik. Ko'plab fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlar va to'lovlar haqida bilmasligi tufayli ulardan foydalana olmaydilar. Axborot olishda sustkashlik qilmang. DXM, Davlat xizmatlari markazlari. Mahalla fuqarolar yig'inlari, ijtimoiy himoya agentligi hududiy bo'linmalari, MyGov, Uz portali va ishonch telefonlariga murojaat qilib, o'zingizga tegishli ma'lumotlarni aniqlab oling. 4. Daromadlar hisob-kitobidagi murakkabliklar. Oilaning daromadini hisoblashda ba'zan murakkabliklar yuzaga keladi. Faqatgina ish haqi emas, balki boshqa manbalardan olingan daromadlar, masalan, ijara haqi, dehqonchilikdan olingan daromad, chet eldan kelgan pul o'tkazmalari ham hisobga olinadi. Ba'zi hollarda notarius tasdiqlagan ijaraga berish shartnomasi bo'lmasa ham, ma'lumotlar bazasida ijaradan daromad kelib tushgani ko'rinsa, bu ham hisobga olinadi. Shuning uchun arizada barcha daromadlarni to'liq va rostgo'ylik bilan ko'rsatish juda muhim. Agar daromadingiz belgilangan me'yordan oshib ketsa, sizga to'lovlar rad etilishi mumkin. 5. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Ijtimoiy himoya qonunchiligi doimiy ravishda takomillashib boradi. Yangi qarorlar, farmonlar e'lon qilinadi. Mavjudlarga o'zgartirishlar kiritiladi. Bu esa avvalgi holatlarda huquqqa ega bo'lmagan shaxslarga ham imtiyozlar berilishi yoki aksincha ba'zi to'lovlarning mezonlari o'zgarishi mumkinligini anglatadi. Shuning uchun doim yangiliklardan boxabar bo'lishga intiling. 6. Bir vaqtda bir nechta nafaqa olish imkoniyati. Ba'zi fuqarolar bir necha turdagi to'lovlarga haqli bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik bo'lgan shaxs ham pensiya olib, ham unga qarayotgan oila a'zosi orqali parvarishlash nafaqasini olishi mumkin. Kam ta'minlangan bolali oila ham bolalar nafaqasi, ham moddiy yordam olishi, shuningdek, energiya resurslari uchun kompensatsiya olishi mumkin. Bu imkoniyatlarni o'rganish va ulardan foydalanish uchun har biriga alohida ariza topshirish kerak bo'lishi mumkin. Amaliy maslahatlar. Tomoshabinlar nima qilishlari kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu qadamlar sizga o'zingizga tegishli bo'lgan to'lovlarni olishingizda yordam beradi. Birinchi qadam. O'z huquqlaringizni aniqlang. Kimlar qanday turdagi yordamga haqli ekanligini bilish juda muhim. Buning uchun sizga quyidagi kanallar yordam beradi. 1. Davlat xizmatlari markazlari DXM, eng ishonchli va keng tarqalgan manba. Borib maslahat oling. U yerda mutaxassislar sizning vaziyatingizni o'rganib, qanday to'lovlarga haqli ekanligingizni aniqlab berishadi. 2. MyGov Uz portali, agar internetdan foydalana olsangiz. Bu portal orqali o'zingizning shaxsiy kabinetingizga kirib, mavjud xizmatlarni ko'rishingiz va o'zingizga tegishli imtiyozlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zi to'lovlar uchun onlayn ariza ham topshirishingiz mumkin. 3. Mahalla fuqarolar yig'inlari. Mahalla raisi, posboni yoki mutaxassislar ham sizga dastlabki ma'lumotlarni berishi mumkin. Ular ko'pincha sizning hududingizdagi ehtiyojmand oilalar haqida xabardor bo'ladilar. 4. Ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari. Bu agentlik ijtimoiy himoya sohasidagi barcha ishlarni muvofiqlashtiradi. Bevosita ularning ofislariga murojaat qilish orqali ham to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Ikkinchi qadam. Kerakli hujjatlarni yig'ing. Ariza topshirishdan oldin barcha zarur hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak.
eng ko'p talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati. Bigi, pasport asli va nusxasi, oilaning barcha voyaga yetgan a'zolarining pasportlari. 2. Tug'ilish guvohnomalari asli va nusxasi, voyaga yetmagan farzandlarning tug'ilish guvohnomalari. 3. Nikoh guvohnomasi asli va nusxasi agar oilali bo'lsangiz. 4. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma oxirgi 12 oy yoki 6 oy turiga qarab uchun ish joyidan, pensiya jamg'armasidan, stipendiya yoki boshqa daromad manbalaridan olingan ma'lumotnoma. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ishsiz deb ro'yxatga olinganingiz haqida ma'lumotnoma. 5. Uy joyga egalik huquqi yoki ijara shartnomasi agar uy joy bilan bog'liq subsidiyalar uchun murojaat qilsangiz. 6. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi TMK xulosasi nogironlik bilan bog'liq to'lovlar uchun. 7. Bank hisob raqami, plastik karta raqami to'lovlar kelib tushishi uchun. Ba'zi hollarda aliment to'lovlari haqida ma'lumotnoma yoki sud qarori. Unutmang, har bir to'lov turi uchun hujjatlar ro'yxati biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun yuqorida aytilgan tashkilotlardan aniq ro'yxatni so'rab oling. 3-qadam, arizani to'g'ri to'ldiring va topshiring. Arizani to'ldirishda juda diqqatli bo'ling. Xato yoki noto'g'ri ma'lumotlar arizaning rad etilishiga olib kelishi mumkin. 1. Arizani qayerga topshirish kerak? Eng qulay va keng tarqalgan usul bu davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilish. U yerda mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda yordam berishadi va barcha savollaringizga javob berishadi. MyGov. Uz portali orqali onlayn ariza topshirish. Agar internetdan foydalanish ko'nikmalaringiz bo'lsa, bu eng tezkor usul. Elektron ariza shaklini to'ldirasiz va elektron raqamli imzo eri bilan tasdiqlaysiz. Ba'zi hollarda, masalan, shoshilinch moddiy yordam uchun bevosita mahalliy fuqarolar yig'inlariga murojaat qilish mumkin. 2. Arizani to'ldirish bo'yicha maslahatlar. Barcha bo'limlarni diqqat bilan o'qing va to'liq to'ldiring. Bo'sh joy qoldirmang. Ma'lumotlarni faqatgina haqiqatga to'g'ri keladigan tarzda kiriting. Soxta ma'lumot berish qonuniy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Agar biror bo'limni tushunmasangiz, darhol DXM xodimlaridan yordam so'rang. Ular sizga to'g'ri yo'nalish berishadi. Imzo qo'yishdan oldin barcha kiritilgan ma'lumotlarni 2 marta tekshiring. 4-qadam. Murojaatingizni kuzatib boring. Ariza topshirgandan keyin uning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatib borish juda muhim. DXM orqali topshirgan bo'lsangiz, sizga ariza qabul qilinganligi to'g'risida tilxat beriladi va unda ariza raqami ko'rsatiladi. Bu raqam orqali siz DXMning rasmiy veb-sayti yoki telefon orqali arizangizning holatini tekshirishingiz mumkin. 2. MyGov. Uz orqali topshirgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda arizaning holati yangilanib turadi. Sizga elektron pochta yoki SMS orqali ham xabar kelishi mumkin. 3. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini aniqlab oling. Ko'pincha bu hujjatlardagi kamchiliklar yoki mezonlarga mos kelmaslik bilan bog'liq bo'ladi. Sababni bartaraf etib, qayta murojaat qilishingiz mumkin. Yakun va so'nggi chaqiriq ko'rib turganingizdek, davlatimiz tomonidan fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish, ularga moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq bu imkoniyatlardan foydalanish uchun sizdan ozgina harakat, ariza topshirish talab etiladi. Unutmang, sizning pulingiz bor, ammo siz arizasiz uni olmaysiz. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Bu huquqdan foydalanish uchun befarq bo'lmang. Bugun eshitgan ma'lumotlaringiz sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu videoni oila a'zolaringiz, do'stlaringiz va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki ular ham bu imkoniyatlardan bexabar bo'lishlari mumkin. Balki bir kishining hayoti shu ma'lumot orqali yaxshi tomonga o'zgarar. Qaysi to'lovlar sizga tegishli deb o'ylaysiz? Yoki siz allaqachon biror to'lovni arizasiz olmaslik holatiga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men har bir kommentariyni o'qib chiqaman. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero keyingi videolarim ham siz uchun bundan ham qiziqarli va foydali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizning moliyaviy ahvolingizni bevosita ta'sir qiladigan, ammo ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan juda muhim mavzu haqida gaplashmoqchiman. Siz haqingizda gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Bugungi mavzuyimiz siz bu qo'shimcha to'lovlarni arizasiz olmaysiz. Bu nafaqat siz, balki oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz uchun ham hayotiy ahamiyatga ega ma'lumot. Agar siz haqingiz bo'lgan pulni yo'qotishni istamasangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimga hoziroq obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.
Bu menga ko'proq foydali ma'lumotlar ulashish uchun motivatsiya beradi. Muammoning mohiyati avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari ko'plab ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va imtiyozlar. Ba'zi hollarda nisbatan soddaroq tizim orqali amalga oshirilardi. Ba'zi to'lovlar avtomatik tarzda belgilanar, ba'zilarini olish uchun esa faqatgina mahalla qo'mitasiga murojaat qilish kifoya edi. Tizim shunchalik murakkab emasdi. Qog'ozbozlik kamroq edi. Chunki ma'lumotlar bazalari hozirgidek bir-biriga integratsiyalashmagan edi. Qariyalar, nogironlar, kam ta'minlangan oilalar uchun ba'zi yordam turlari ko'pincha mahalliy hokimiyat organlari yoki tegishli tashkilotlar tomonidan faol monitoring qilinib, shunga asosan to'lovlar tayinlanardi. Misol uchun, biror shaxs nogironlik guruhini olgan bo'lsa, unga nafaqa avtomatik ravishda tayinlangan. Bolalar nafaqasi esa mahalla fuqarolar yig'inlarida kam ta'minlangan deb topilgan oilalarga ro'yxat bo'yicha berilgan. Odatda oilaning ijtimoiy ahvoli mahallaning faollari tomonidan o'rganilib, keyin ular tegishli ro'yxatlarga kiritilar va shunga asosan to'lovlar amalga oshirilardi. Bunda fuqarolarning o'z tashabbuskorligi har doim ham birinchi o'rinda turmasdi. Balki ko'proq tashkilotlarning monitoringi muhim rol o'ynardi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli, shaffof va manzilli qilish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Endilikda aksariyat qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va kompensatsiyalar uchun majburiy tartibda ariza topshirish talab etiladi. Bu degani, agar siz murojaat qilmasangiz, hech kim sizning muhtojligingizni aniq bilmasligi va siz haqingiz bo'lgan pulni olmasligingiz mumkin. Nima uchun bunday o'zgarish bo'ldi? Buning bir necha sabablari bor. Birinchidan, manzillilikni ta'minlash. Davlat yordami haqiqatan ham unga muhtoj bo'lganlarga yetib borishni ta'minlash. Oldinlari ba'zi hollarda yordam ehtiyoji yo'q shaxslarga ham yetib borishi, chinakam muhtojlar esa chetda qolishi mumkin edi. Arizaviy tizim orqali har bir shaxsning yoki oilaning moddiy ahvoli, daromadlari, mol-mulki va ehtiyoji sinchkovlik bilan o'rganilib, shunga asosan to'lovlar belgilanadi. Bu o'z navbatida davlat resurslaridan samarali foydalanishga va byudjet mablag'larining maqsadli sarflanishiga olib keladi. Har bir so'm chinakam muhtoj shaxslar uchun ishlaydi. Ikkinchidan, shaffoflik va korrupsiyaning oldini olish. Arizaviy tizim har bir murojaatning ro'yxatga olinishini, ko'rib chiqilishini va natijasi bo'yicha aniq bir qaror qabul qilinishini ta'minlaydi. Bu esa inson omilining ta'sirini kamaytirib, subyektiv yondashuvni yo'qotadi va byurokratik to'siqlarni minimallashtiradi, shaffoflikni oshiradi. Har bir bosqich elektron tizimda qayd etiladi va uni kuzatish imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimi orqali amalga oshiriladigan to'lovlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Uchinchidan, ma'lumotlar almashinuvi va raqamlashtirish. Hozirgi kunda turli davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi yuqori darajada. Masalan, Davlat soliq qo'mitasi, Bandlikka ko'maklash markazi, kadastr agentligi, pensiya jamg'armasi kabi tashkilotlarning ma'lumotlar bazalari bir-biriga integratsiyalashgan. Bu esa sizning arizangizni ko'rib chiqish jarayonini tezlashtiradi va qog'oz hujjatlar yig'ishga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Ammo tizim ma'lumotlarni avtomatik ravishda aniqlashga qodir bo'lsa-da, murojaatning o'zi sizning ehtiyojingizni bildirish usuli hisoblanadi. Ya'ni davlat sizga yordam berishga tayyor. Lekin siz bu yordamga muhtoj ekaningizni va uni olishga intilayotganingizni bildirishingiz kerak. Bu sizning o'z huquqlaringizdan xabardorligingiz va ularni talab qilishga tayyorligingizni anglatadi. Asosiy qism biri. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarning xavotirlanishiga hojat yo'q? Keling, endi qanday to'lovlar haqida gap ketayotganini aniqroq tushunib olaylik. Aynan qaysi qo'shimcha to'lovlar uchun ariza topshirish shart va kimlar bunga e'tibor qaratish kerak? Xavotirlanish kerak bo'lganlar, aynan siz, agar siz quyidagi guruhlardan biriga mansub bo'lsangiz. Albatta ariza topshirishingiz kerak. 1. Kam ta'minlangan oilalar va shaxslar. Agar sizning oilangizda har bir kishiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, siz moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy nafaqalarga haqli bo'lishingiz mumkin. 2. Bolali oilalar, ayniqsa 3 va undan ortiq farzandi borlar yoki yosh bolalari borlar, bolalar nafaqasi. Bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa har bir chaqaloq uchun belgilangan miqdorda, shuningdek boshqa bolalarga oid ijtimoiy dasturlar uchun, o't bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar va nogironligi bo'lgan shaxslar.
bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi, nogironlik nafaqasi yoki pensiyasi ular avtomatik to'lansa-da, ba'zi qo'shimcha imtiyozlar uchun ariza talab qilinishi mumkin. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxsga qarayotgan oila a'zosi uchun nafaqa, girt, yakka yolg'iz qariyalar va o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar. Ushbu toifadagi fuqarolarga davlat tomonidan turli xil moddiy yordamlar, uy-joy kommunal xizmatlariga subsidiyalar yoki parvarishlash xizmatlari uchun kompensatsiyalar ajratilishi mumkin. 5. Uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj fuqarolar. Masalan, subsidiya asosida ipoteka krediti orqali uy-joy olish istagida bo'lganlar. Davlat ipoteka dasturlari doirasida boshlang'ich badal yoki foiz to'lovlarining bir qismini qoplab berishi mumkin. 6. Energiya resurslari uchun kompensatsiyalar olishga haqli shaxslar. Kam ta'minlangan oilalar uchun tabiiy gaz va elektr energiyasi iste'moli uchun kompensatsiyalar ajratilishi mumkin. Shoshilinch tibbiy yordam yoki moddiy yordamga muhtoj bo'lganlar. Favqulodda vaziyatlarda yoki og'ir kasalliklarga chalingan fuqarolar uchun bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Hojat yo'q bo'lganlar. Agar sizning pensiyangiz yoki boshqa avtomatik tarzda to'lanadigan nafaqalaringiz, masalan, yoshga doir pensiya, xizmat stajiga ko'ra pensiya avvaldan tayinlangan bo'lsa va sizda ularni oshirishga asos bo'ladigan yangi holatlar yuzaga kelmagan bo'lsa, sizning to'lovlaringiz odatdagidek davom etadi. Bu turdagi pensiyalar har oyda sizning bank kartangizga yoki pochta orqali yetkazib beriladi va har oyda alohida ariza talab qilmaydi. Shuningdek, to'lovlar uchun belgilangan me'yorlardan yuqori daromadga ega bo'lgan shaxslar yoki oilalar ham bu to'lovlardan foydalana olmaydilar. Shuning uchun ular ushbu imtiyozlar uchun ariza topshirib, vaqtlarini sarflashlari shart emas. Lekin shuni ham unutmangki, har bir fuqaroning hayotida vaziyat o'zgarishi mumkin. Shuning uchun daromadingiz kamayib, ehtiyojmandlik darajangiz oshsa, albatta murojaat qilishdan tortinmang. Keling, bir nechta aniq misollarga to'xtalib o'taylik. Raqamlar shartli bo'lib, hozirgi kunda amalda bo'lgan eng so'nggi miqdorlarga yaqinlashtirilgan. Birinchi misol, kam ta'minlangan bolali oila uchun qo'shimcha nafaqalar. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi Azimovlar oilasi bor. Oilada 5 kishi, ota, ona va 3 farzand, ota ishsiz. Onasi esa kichik do'konda sotuvchi bo'lib ishlaydi va oyiga 2 million so'm maosh oladi. Ularning 3 ta farzandi bor, biri maktabga boradi, eng yosh, ikkinchisi bog'chaga 5 yosh, uchinchisi esa 2 yoshda. Avvallari bu oila mahal orqali bolalar nafaqasi olishi mumkin edi. Hozir esa ular ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali ariza topshirishlari shart. Agar ular murojaat qilmasa, davlat ularning muhtojligini bilmasligi mumkin. Chunki ma'lumotlar bazasida ularning ehtiyojmandligi haqida hech qanday belgi bo'lmaydi. Oila a'zolarining umumiy daromadi bir kishiga to'g'ri keladigan daromadni aniqlash uchun hisoblanadi. O'zbekistonda bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash mezonlari bor. Misol uchun, har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlaridan aytaylik hozirgi kunda 568 ming so'm atrofida oshmagan bo'lsa, oila kam ta'minlangan deb topiladi. Bu miqdor har yili o'zgarishi mumkin. Shuning uchun aniq ma'lumotni so'rab olish lozim. Azimovlar oilasida 5 kishi bor. Onaning daromadi 2 million so'm, boshqa daromadlari yo'q deb faraz qilaylik. Demak, oilaning bir a'zosiga 2000 ming so'm to'g'ri keladi. Bu esa belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past. Shunday ekan, ular bolalar nafaqasi va moddiy yordam olish huquqiga ega. Faraz qilaylik, ular 2 oy davomida har oyda bolalar nafaqasi va moddiy yordam oladi. Hozirgi kunda bolalar nafaqasi miqdori birinchi farzand uchun 3,5 ming so'm, ikkinchi farzand uchun 5 ming so'm, uchinchi va undan keyingilariga 1 ming so'm. Moddiy yordam esa oilaning ahvoliga qarab bazaviy hisoblash miqdorining BHM 3 barobardan 10 barobargacha belgilanadi. Bu esa taxminan 380 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha bo'ladi. Azimovlar oilasi 3 farzandi borligi uchun kamida 325 ming farzand, 125 ming yetim 3 farzand, 600 ming so'm bolalar nafaqasi va o'rtacha 500 ming so'm moddiy yordam olishi mumkin. Jami har oyda 1100 ming so'm. Bir yilda esa bu 17 million 200 ming so'm. Bu juda katta yordam hisoblanadi. Agar ular ariza topshirmasa, bu katta miqdordagi puldan mahrum bo'lishadi. Oila o'zining turmush sharoitini yaxshilash,
farzandlariga kiyim-kechak, oziq-ovqat sotib olish yoki ularni maktabga, bog'chaga tayyorlash uchun bu pullarni ishlatish mumkin. Qaysi to'lovlar sizga tegishli deb o'ylaysiz? Yoki siz allaqachon biror to'lovni arizasiz olmaslik holatiga duch kelganmisiz? Bu borada o'z tajribangiz bormi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men har bir kommentariyni o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Zero keyingi videolarim ham siz uchun bundan ham qiziqarli va foydali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.